avvallar eshitib qolardik, hozir ham eshitamiz. Uyqusida o'lib qolibdi deydi. Uxlab turmabdi. Mana shu aksariyat bemorlar apnoe, ya'ni nafas to'xtab qolishidan olamdan o'tishgan. Qabulimga shunaqa odamlar kelganki, 22 yil mobaynida burun spreylari sepgan. Qo'pol qilib aytganda, burun narkomanga aylanadi. Paxta tayoqchasidan quloqni tozalash. Bu qay darajada to'g'ri? Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Noto'g'ri. Assalomu alaykum deymiz o'z sog'lig'iga umuman befarq bo'lmaganlar. Bugungi suhbatimiz o'ylaymizki barchaga manfaatli bo'ladi. Avvalambor ovoz haqida gapiradigan bo'lsak, ovoz inson uchun berilgan eng noyob boyliklardan biridir. Va biz ba'zida bu sog'lig'imizga beixtiyor yaxshi yoki ko'r-ko'rona murojaat qilamiz, ba'zida sog'lig'imizga qaramaymiz, ovozimizni ba'zida avaylab o'tirmaymiz. Bugun esa Ovoz akademiyasida bir ajoyib suhbat bo'ladi. Aynan ovoz mutaxassislari uchun, biz uchun berilgan savollarga, ovoz bo'yicha berilgan savollarga bugun to'laqonli javob olishni istaydiganlar uchun bir manfaatli suhbat bo'ladi. Bugungi suhbatdoshimiz o'z ishining mohir ustasi, yetuk mutaxassisi, lor jarroh, bir necha yillardan buyon o'z faoliyatini olib borayotgan va ko'plab juda ham qiyin jarrohlik muolajalarini muvaffaqiyatli olib borayotgan akamiz Amir aka Bakayev bilan bugun suhbatdamiz. Menga to'g'risida bir taklif bilan chiqqanlarida juda xursand bo'ldim. Amirjon, shu ovoz bilan bog'liq, umuman lor bilan bog'liq xalqimizning ichida bor dardlarini bir olib chiqib bir suhbat qilsak, bir manfaatli video qilsak nima deysiz deganlarga men albatta labbay deb javob berdim, chunki bizni shu asosiy maqsadimiz ilm ulashish va bilgan bilimlarimiz bilan o'rtoqlashish uchun, taklif uchun rahmat aka. Salomat bo'ling. To'g'risi jamoamiz bilan xursand bo'ldik, chunki ayni insonlarni qiynaydigan savol, xoh u qish faslida bo'lsin, xoh u yoz faslida bo'lsin, o'sha tomoq bo'yicha, ovoz bo'yicha, burundagi kamchiliklar, o'sha nafas olish yo'lidagi kamchiliklar bo'yicha aynan bizni kuzatadiganlar, san'atkorlar, boshlovchilar, suxandonlar, o'qituvchilar, talabalar, ustozlar, xullas faoliyati ovoz bilan bog'liq bo'lgan insonlar uchun bir manfaatli kontent bo'ladi, manfaatli suhbat bo'ladi. Keling, bizda birozgina yig'ilib qolgan savollar bor. Ulardan boshlasak, avvalo diktorlar, boshlovchilar, o'qituvchilar, xullas faoliyati ovoz bilan bog'liq bo'lgan insonlarda asosan ulardagi muammo ovozim tez charchab qoladi. Ovoz o'zi nima? Nimaga ovozimiz charchab qoladi? Nimaga ba'zida ovozimiz bo'g'ilib qoladi? Keling, suhbatimizni mana shu ularni qiynaydigan savol bilan boshlasak. Zo'r savol. O'zi ovoz qayerdan chiqadi? Ovoz mana shu gartan degan joy bor, qildoq deydi o'zbekchasiga. O'sha yerda ovoz paylari bor. Shu ovoz paylarining tebranishi oqibatda chiqadigan ovozni biz ovoz deymiz va bu ovoz har kimda har xil. Tembri har xil, kimdadir balandroq, kimgadir pastroq, kimnikidir yo'g'onroq, kimnikidir ingichkaroq. Mana shu ovoz bo'ylamlarining kasalliklari bor o'ziga xos. Ba'zilarida mana shu o'sma kasalliklari o'sishi mumkin yoki o'tkir laringit deydi, tomog'im og'rigan deydi. Shuni hisobiga ovozi bo'g'ilishi mumkin va siz aytgan aynan savol mutaxassislarda tez ovozim charchab qolishi, bu ovozni noto'g'ri ishlatish. Ya'ni bizda bor-ku, ovoz tomoqdan chiqadigan ovoz bor, qorindan chiqadigan ovoz bor. Albatta. Tomoqdan chiqadigan ovoz tez odamni charchatadi. Agar odam to'g'ri gapirishni o'rgansa, mana siz ovoz mutaxassisisiz, men eshityapman, siz qorin bilan gapiryapsiz. Bizning sohada diafragma deydi. Diafragma. Ovozingiz juda tiniq va yaxshi. Men gapiryapman, men baribir tomoqda gapiryapman. Bugun bir necha konsultatsiya qilganman. Menga уже kechki 7 da gapirish qiyin bo'lib kelyapti. Chunki men harakat qilyapman. Mana shu diafragmalniy ovozni qo'yishni hozircha uddasidan chiqqanim yo'q. Lekin shunaqa bo'ladiki, o'zimda ham kechga borib umuman gaplashim kelmaydi. Ovoz paylari charchab qoladi. Charchaysiz. Va mana shu jarrohlik amaliyotlaridan tashqari sizga murojaat etadigan mijozlar bilan ham konsultatsiya o'tasiz, ular bilan suhbat olib borasiz. Va o'z-o'zidan boya aytib o'tganimdek, boshlovchilar, umuman ustozlar, talaba ilmlar, umuman gapiradigan mutaxassislardan tashqari sizning ham sohangizda har kunlik insonlar bilan kontakt bor. Ular bilan suhbat bor. Ularga
masalan bu sizga mana shunday o'zini muammosi bilan kelganlarga siz baribir chiroyli nutq bilan va o'zingizni bilimingiz bilan tushunarli qilib kun davomida masalan nechtadir mijozlarga murojaat bilan kelishadi va ularga javob berasiz va albatta bu o'rinda ovoz charchab qoladi. Shunday. Seziladi. Demak, kechki payt 6-7 lardan so'ng ovoz charchab qoladi. Savollar juda ham ko'p, Amir aka. Xo'p. Burun tomchilarini uzoq vaqt ishlatishning zarari. Ha, bu burunga sepadiganga o'rganib qolgan Aynan. ba'zi bir yoshlarda yaqindagina bir suhbatimizda bir juda ham mukkasidan ketib o'tirib qoladi, ba'zi bir yoshlar degandingiz. Shu masala nima deysiz? Bu holi anchagina dolzarb muammo, chunki burun spreylari aptekada retseptsiz sotiladi va odamlar uni o'zi olib, o'zboshimchalik bilan sepadi. Sepganda ham mayli, ularni 5 kundan ortiq sepishni boshlasangiz, burningiz o'sha dorilarga qaram bo'lib qoladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda burun narkomanga aylanadi. O'sha dozasini sepsangiz ochiladi, dozasini sepmasangiz ochiladi. Agar oddiy shamollash bo'lsa, 5 kun sepsangiz burun ochilib ketadi. Unda muammo yo'q. Lekin ko'plarda allergiya bo'lsa yoki shamollashi o'tib ketgan bo'lsa, ularda faqatgina burun ochuvchi sprey bilan odamni yaxshi qilib bo'lmaydi. Lekin bizni xalq bilasizku, o'zi tanga tovoq bo'lmaguncha doktorga bormaydi. Albatta. Shuning uchun qabulimga shunaqa odamlar kelganki, 22 yil mobaynida burun spreylari sepgan. O'sha bemorlarni burnini operatsiya qilib berganimizda deganda mana bu nafas. Men ham shu paytda deganman. U kishi siz nima deyapsiz desaga, mani spreyni ishlab chiqaradigan zavod egasi rosa so'kyapti dedim. Yana bitta naqd klientdan ketdi-da. Bitta mashina pulini mana shu burniga sepib tashlaganda 22 yil mobaynida. Juda og'riqli nuqta haqiqati. Bilib bilmasdan har xil o'sha spreylarni ishlatib, o'sha ishlatish asnosida bo'yatganingizdek qo'pol qilib aytsa ham narkomandek o'rganib qolishadi. Va bu aynan qanaqadir musofirchilikka men uzoqroqqa borishganda mana shu spreyni topa olmay sarsonu sargardon bo'lib o'sha vatandan yuboringlar menga deb telefon qilib shunaqa vaziyatlarni kuzatganmiz. Bor. Xullas, demak buni ham yechimlari bor, davosi bor. Bir bemorimiz yaqinda kelgandilar. Aka deydi, shundan qutqaring deyapsiz-a. Shuni qutqaring. Xuddiki haqiqatan yurakka to'kilib ketadi. Aka deydi, men uyga boraman, javonda bor. Moshinda bardachogida bor. Ishxonada bor deydi. Hamma joyga bittadan qo'yib chiqqan. Shunda kecha turaman deydi. Paypaslab qidiraman, pars sepaman, keyin o'zimga kelaman. Bu juda haqiqatan ham achinarli holat. Shu uchun azizlar burun spreylarini shamollagan paytda sepsa bo'ladi, lekin 5 kun, maksimum 7 kundan ortiq sepmang. Unga qaramlik hosil bo'ladi. Agar 5-7 kun sepib, agar siz yaxshi bo'layotganingizni sezmasangiz, zudlik bilan lor vrachga murojaat qilish kerak. Juda yaxshi. Amir aka, yana bir savolimiz. Aynan mana shu san'at sohasida ko'plab yoshlar bizga murojaat etishadi, ofisimizga tashrif buyurishadi va yaxshi boshlovchi bo'lmoqchiman, jurnalist bo'lmoqchiman, radioda ishlamoqchiman, qo'shiq aytmoqchiman va hokazo. San'atda o'zini sinab ko'rish niyati bor, lekin uni ikki og'iz suhbat qurganingizda burundan gapirgani, umuman noto'g'ri gapirgani uni guvohiga aylanamiz. Va shu hollarda biz lor ko'rigiga, logoped ko'rigiga borishni tavsiya etamiz. Chunki aksariyat yoshlarda bu endi joydor tilda burunda go'shi bor deyishadi. Bu yoshlikdan paydo bo'ladimi? Yo bu yillar davomida qanaqadir noto'g'ri muolajadan paydo bo'ladimi? Nimadan kelib chiqadi? Avvalo, u sahnadami, gapirish bilan ishi bo'lsa, u har doim burundan gapirsa yoki bitta burun yopilib qolgan bo'lsa yoki go'shti bo'lsa burnida, avtomatik tarzda u yoqimli nutq so'zlay olmaydi. Xuddi shunday. Zo'r savol. O'zi odamda bo'shliqlar bor. Gaymerid bo'libdi deymiz. O'sha gaymer bo'shliqlari, peshona bo'shliqlari, bir necha yana bo'shliqlar bor. Shu bo'shliqlar rezonator vazifasini bajaradi. Ya'ni sizni ovozingizni jarangdor qilib beradi. Mana shu rezonatorlarda yallig'lanish bo'lsa, ya'ni gaymerid bo'lsa yoki ularda polikistalar bo'lsa, odamning ovozi
boshqacharoq, bo'g'iqroq chiqadi. Shunday. Yoki go'sht haqida gapirdingiz, xalqimiz yaxshi ko'radi go'sht, burundagi go'sht deb, o'sha adenoidlar vegetatsiyasi deydi, dimog'da o'sadi. U ko'pincha bolajonlarda bo'ladi. E'tibor bersangiz, ba'zi bolalar mana buni burnida gapiradi. Burunda o'sha dimog'ida go'sht bo'ladi. Lekin u yillar mobaynida bola katta bo'lgandan keyin u so'rilish kerak. Mana bugun ham ko'rigimizga bir bemor keldi, 24 yosh, lekin burundagi o'sha go'shtda adenoidi so'rilmagan. Va yana bitta muammosi bor, burun to'sig'i ham qiyshiq. To'sig'i deganda suyagi egri ekan deydi-ku xalq tilida. O'sha suyagi ham egri ekan. Mana shu bola ham dimog'da gapiryapti. Bu ham yana bir muammo. Yoki agar allergiyasi bo'lsa, yoki o'sha paytda o'tkir yallig'lanishi bo'lsa, bu ham dimog'dan gapirishga olib keladi. Shuning uchun notiq bo'lmoqchi bo'lganlar, ovoz mutaxassisi bo'lmoqchi yoki jurnalist bo'lmoqchi bo'lganlar albatta lor vrachga ko'rigiga borib, mana shu burunda, halqumda muammolar yo'qmi? Pastrog'ini, ovoz bo'ylamlarini ham ko'rish kerak. Ba'zi paytlarda ovoz bo'ylamlarining o'zida ham muammo bo'ladi. Albatta. Ovoz bo'ylamlarida demak baribir lor ko'rigidan o'tish kerak. Albatta. Har bir o'sha sohaga qadam qo'yayotgan yoshlar, men o'zim ham har doim maslahat beraman. Lor ko'rigidan o'tib, burun bo'shlig'ini, og'iz bo'shlig'ini tekshirish kerak bo'ladi. Va shu o'rinda yana hozir ayni yoz faslidagi insonlardagi muammo, ba'zida men o'zimda ham shunaqa bo'lib turadi. Ko'chada yurasiz, hammasi yaxshi, qanaqadir salqin xonaga kirganingizda yoki sovuqroq xonaga kirganingizda ikki xil ko'rinishda burun tutilib qoladi. Yo burun tutiladi, yo burundan suv keladi. Nimadan bo'lishi mumkin bu? Zo'r savol. Ba'zi odamlarda borki, issiqdan birdaniga sovuqqa kirsaga birdan burni oqib qoladi. Shuni nazarda tutyapsan. Mana shuni. Buni xolodavoy rinit deydi. Mana shu organizmni ba'zilarda birdaniga temperatura almashganiga shunaqa ta'sir bo'ladi. Xolodavoy rinit kasallikmi yo? Kasallik, bu ham kasallik. Buni ham o'ziga xos davolash algoritmi bor. Uni faqatgina mana shu bemorni ko'rganimizdan keyin bersak bo'ladi. Demak, uni ko'rib chiqib, analiz qilib, albatta burunga javob bera olasiz. Bu ancha insonni qiynaydigan savol. Xo'p, keyingi kelgan savollarimizdan odamlar quloqni paxta tayoqchasi bilan tozalaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Endi joydor tilga aytganda, rus tilida aytganda uxachistka deyiladi. O'sha mana shu paxta tayoqchasi bilan quloqni tozalash. Bu qay darajada to'g'ri? Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Noto'g'ri narsa. Aynan bu narsa cho'milgandan keyin quloq tozalanadi. Men sizga bir sirni ochaman. Nima uchun odamlar quloqini tozalashini, nimaga tozalaydi deb o'ylaysiz? Shunchalik tozalikka rioya qilib ozoda bo'lgani uchunmi? Nimaga tozalaydi? Ba'zida quloqda qanaqadir ko'rinishda ortiqcha qanaqadir suyuqlik ko'rinadi. Va aynan o'shani tozalash uchun balkim. Lekin yana bir narsa bor. Endi hammada har xil. Quloq tozalagan vaqtda shunaqa bir orom bo'ladimi? Shunaqangi bir badan kayf deydi. Kayf deydi joydor tilga aytganda. Balkim shuning uchun qilasiz. Aynan. Hamma shu uchun qiladi o'zi. Shuning uchun qiladi. Hamma shu uchun qiladi. O'zi mana uxachiska deydi-ku, uni oti uxachiska emas. Upakovkasidan ochib qarasangizga vatni palichka yozgan. Men yana bitta aytaman, informatsiya aytaman sizga. Shuni orqasini ko'rsangiz, rasm chizilgan. Quloqga, burunga, ko'zga tiqish mumkin emas degan. Bu narsani vatni palichkani asosan mana shu kosmetologlar deydi-ku, kosmetologlar, manikyur, pedikyur bilan shug'ullanadigan odamlar qiladi. O'zi quloq tozalashga muhtoj organ emas. Endi Alloh bizni shunaqa mukammal qilib yaratganki, shunchalik ko'zu eshitishni berganim bitta shuni inobatdan chiqargan deb o'ylaymizmi? Shu o'zini o'zi tozalaydi. Qanday qilib tozalaydi desangizga, gapirganimizda, chaynaganimizda og'zimiz qimirlaydi-ku, tashqi eshituv yo'li o'zi qimirlaydi va mana shu quloq kiri deymiz, lekin ushmay seri deydi, tashqariga chiqadi. Maksimum nima qilish mumkin? Shu barmog'ingiz bilan sezasiz-ku, mana bu yoqda bor. Shunday olib tashlaysiz, bo'ldi. Aslida eng to'g'risi shu. O'zi mana shu quloq kiri deymiz, lekin uni ham o'ziga yarasha vazifalari bor. Bu tashqi eshituv yo'lini yallig'lanishdan asraydi. Tabiiy antibiotik hisoblanadi. Tashqi eshituv yo'lini namlaydi va o'zidan bir hid ishlab chiqaradi. Biz uni sezmaymiz, lekin hasharotlar sezadi. Va o'sha hasharotlar kirib ketmaydi. O'sha ketmasligi uchun, mashalloh. Bir Allohning mo'jizasi ekan. Shunday. Bir yaqinda bemorimiz keldilar, dedilar, "Men doim quloqimni tozalayman.
har kun tozalayman, lekin nimagadir eshitmayapman deydi. Shunday quloqni ko'rsam agar shu ushnay serani ichkariga trombovka qilib tashladilar-da. Ichkariga. Ha, o'zi bir yarim soat tozaladik-da. Men dedim, agar yana shunday qilib kelsangiz, bu safar tozalamayman dedim. Quloqqa umuman teginmaydi dedim. Shunaqa qiziq holatlar ham bo'ladi. Amir aka, yana bir savolim, hozir mana shu suhbatimizda bir savol menda tug'ildi, to'g'risi o'zimda tug'ildi. Shu to'y sohasida katta sahnalarda ancha yildan beri faoliyat olib boramiz va ko'plab to'y sohasida faoliyat olib borayotgan insonlardagi bitta muammo bor. Ular har doim o'sha qo'shiq yangraydigan, endi rus tilida aytganda kolonka deyiladi. Katta o'sha qo'shiqlarni eshitadigan, qo'shiq chiqadigan, ovoz chiqadigan kolonkalar deyiladi. O'shalarning tagida har kun o'tiramiz. Oddiy inson masalan bir kun to'yga borsangiz, masalan, "Voy, qulog'im og'rib ketdi, uncha baland ekan ovozi" deysiz. Va bir kunlik o'sha to'yda 3-4 soat o'tirish sizni ancha toliqtirib qo'yadi. To'g'ri. Charchash, shu odamlar, suhbat, shular bilan birgalikda keladigan qo'shiqning balandligi quloqqa juda katta ta'sir qiladi. Shunday. Va biz men o'zim faoliyatimda ko'rganman, ba'zi bir yoshi katta san'atkorlarni quloqlari eshitmaydiganlari bor, paxta tiqib yurishadi. Va ba'zi bir san'atkorlarni oldin tushunmasdim, quloqda paxta bo'ladi. To'y davomida quloqda paxta bilan yuradi. Bu menimcha quloqni asrash uchun. Yashang. Bu borada qanaqa tavsiya etasiz? Hamma mana boshlovchilar, suxandonlar, san'atkorlarga juda ham qiziq savol. Men o'zi to'ylarga borsam ko'p o'tirmayman ichkarida. Nima uchun desangiz agar 80 desibeldan baland shovqin ichki quloqdagi nerv kletkalarini o'ldirishni boshlaydi. Ya'ni bu narsa keyinchalik sizda eshitish pastligiga olib keladi. Pasayadi. Doimiy ravishda o'zi bilasizmi, professional kasallik bor. Lyochiklarda, zavod fabrikalarda ishlaydiganlarda, shaxtyorlarda yoki metroda yoki poyezdda, temir yo'lda ishlaydiganlarda eshitish pasayadi va ularda zavredность qo'shimcha pul to'laydi. Nima uchun zavredность desangizki, doimiy shovqin ichki quloqdagi nerv kletkalarini o'ldiradi. Va bizga Moskvada esimda aviatsiyada xizmat qiladiganlar kelib yotib ketishardi. Mana shularning hammasida eshitish pastligi kasalligi bor. O samolyotning ichida qarang, Shu qadar qanday shovqin. Postoyanно o'sha ichki quloqdagi nerv kletkalariga doimiy ta'sir qiladi. Shular qatorida san'atkorlarni ham qo'shasiz. Albatta aka. Har kuni salkam endi mavsumni olib tashlasak, mavsumiy kunlarni masalan yil bo'yi hisoblasak, mavsum bo'lgan paytda har kuni to'y xizmat va aynan to'yxonani u tomonida emas, aynan kolonka bor joyda o'tiramiz. Zo'r maslahat beraymi? Shu notiq, suxandon, boshlovchi artistlarga. Ano klaveslar bor-ku suzuvchilar. O'shalarning birushalari bor. O'sha birushadan oling. To'yga bordingizmi, mana chiqdingiz, nutq qildingiz, kelib o'tirdingiz, o'shani olasiz, quloqqa tiqasiz, o'tirasiz. U tashqi eshituv yo'lida guppi katta bo'ladi, birdan quloqingizni yopadi. O'shanda siz quloqingizni mana shu juda baland tovushning ta'siridan asragan bo'lasiz. Shunday qilsangiz bo'ladi. Og'riqli savolga menimcha javob oldik. Buni yana bitta tomoni bor. Eshitishdan tashqari ko'plar to'yda o'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, bir qadrdoningizni ko'rasiz, u shunchalik ovoz balandki, bir-biringizni sezmaysiz yoki eshitmaysiz. Oldinga yaqinlashib, zo'riqib baland gapirasiz-da. Yashang. U nafaqat kar bo'lasiz, ovozni ham ketadi. Ovozga zarari bor. Aynan shogirdlarga to'y vaqti musiqa baland bo'lgan paytda gapirmoqchi bo'lganlarni to'xtataman. Keling, tashqarida gaplashaylik. Shogirdlar, sana endi chiqyapsan hali, hozir sen baqirib, o'kirib gapirasan, foydasi yo'q. Shunday. Va bizda bir narsa bor, qulog'imizni yarmini birozgina yopib, qulog'imizni yaqinlashtiramiz. Wi-Fi bor. Qulog'imizni birozgina yarmini yopib eshitamiz va keladigan ovoz chistotasi yaxshiroq eshitiladi. Bilmadim nimadan bo'lishi mumkin. Zo'r. To'y mavzusidagi bu san'atkorlarga bizga yaxshi lifehack bo'ldi. Demak, buni katta zarari bor. Albatta. Choralari quloqni asrash kerak. Xo'p, xurrak haqida savol kelibdi. Amir aka, xurrak otish oddiy holatmi yoki davolanishi kerak bo'lgan muammomi? Xurrak. Bir kuni bir bemorimiz keldilar. Erkak kishi va ayol kishi keldi. Agar xurrakni ham davolaysizmi dedi.
Ha aka, xurrakni ham davolaydi. Hozir aka o'tiradilarmi desam aka, yangamni o'zg'izdilarda. Aka, jon aka, biron narsa qilib bering. U xurrak shunaqa otadi, yonida yotolmayman. Endi yangam bechora yer yorilsin, yerga kirib ketsin, qizarib o'tiribdi. Men dedim, aka, ko'rdingizmi dedim. Boshqa asosan baribir xurrak otadigan erkaklar, lekin men hali bironta ayolni ko'rmabmanki, erini olib kelib, "Mana shu kishini davolang, xurrak otyapti." Qanaqadir bizning ayollar bardoshli, sabrli, chidamli. Aka, zo'r savol, dolzarb savol. Xurrak o'zi juda yomon narsa emas. Ba'zida o'zimiz ham xurrak otib qolamiz. Juda charchagan paytimizda, juda charchab bo'lgan yoki naspini deydi, orqachama yotib qolgan paytimizda. Lekin xurrak doimiy bo'lib va xurrak paytida nafas to'xtab qolsa, meditsina tilida apnoe deydi. Mana shu xavfli narsa. Avvallar eshitib qolardik, hozir ham eshitamiz. Uyqusida o'lib qolibdi deydi. Uxlab turmabdi. Mana shu aksariyat bemorlar apnoe, ya'ni nafas to'xtab qolishidan olamdan o'tishgan. Bundan ham achinarlisi, o'zi nafasi to'xtab qoladigan bemorlar, xurragi juda baland bo'ladigan bemorlar spirtli ichimlik umuman mumkin emas. Iste'mol qilishi mumkin emas. Chunki spirtli ichimlik ichganingizdan keyin bor mushaklar relaksatsiyaga uchraydi va ular yana ham cho'ziladi. O'zi sizda nafas to'xtab qolishi bor edi. Spirtli ichimlikni ichib, uni 2 barobarga qiyinlashtirdingiz. Endi bizda Samarqandda qappoq bo'libdi deydi. Mana shunaqa agar spirtli ichimlik ichib olamdan o'tib qolsa, mana shu juda achinarli narsa-yu, lekin bizda shunaqa gap bor. Qappoq bo'lib qolibdi deydi. Shuning uchun xurrak otadiganlar, xurrak paytida nafas to'xtab qoladiganlar, u bemorlar o'zi biladi. Uydagilar ham aytadi yoki qo'rqib ketadi, uydagilar birdan uyg'otadi. Chunki qur qiladi, birdan deb jim bo'lib qoladi. O'lib qoldi deb o'ylaysiz. Nafasi ichiga tushadi. Xalq tilida gapirsak. Bunaqa bemorlarda nima kuzatiladi? Ertalab turganda xuddi kechasi bilan ishlagandek, dam olmagandek, doim bosh og'riq, charchoq, apatiya deydi. Hech narsaga bir qo'li bormaydi, qilgisi kelmaydi ishni. Yalqov bo'lib qoladi. Yalqov. Va yana bitta narsa, rulda ham uxlab qoladi mana shu odamlar. Bu kim asosiy kontingent bemorlar desangiz, semiz bemorlar. Chunki biz nafaqat tashqaridan semiramiz. Biz ichkaridan to'rayib kelamiz. Tashqaridan semirsak, ichkaridan to'rayib ketamiz. Bitta qiziq narsa. Hushtak chalish uchun nima qilish kerak? Hushtak chalish. Ha. Hushtak chalish uchun nafasni chiqarishimiz kerak va uni og'iz tillar bilan yashang. Ikkita labni bir-biriga yaqinlashtirishimiz kerak. Shunday. Qizay chiqadi. Lekin ikkita labni bir-biridan uzoqlashi chiqmayapti. Xurrak ham aynan shunday. Bizni ichkaridagi a'zolarimiz, tomoq yo'llarimiz to'rayib ketadi-yu, bir-biriga juda yaqinlashib, bir-biriga yopishib qolganda, mana shu nafas chiqayotgan payt nafas xurrak bo'ladi. O'sha xurrak bo'ladi. Mana shu atrofdagi tkanlarni-da, o'shalarning mishsalarning tebranishini hisobiga kelib chiqadigan narsa-da bu. Ba'zi o'rtoqlarimiz bor. Yotib qolsa agar bir dachaga chiqsa agar, shuni xurrak otaman, men deyman, ayiqni kim dachaga qo'yib yubordi yoki sher yotibdimi, ya'ni hazillashamiz. Hamma qojada, u xonada yotishda. Ko'pchilik insonlarning og'riqli nuqtasi uyalishadi, ba'zida uyatli holatda bo'lishadi. Demak, bu xurrakning davosi bormi? Bor. Demak, siz aytganingiz kabi o'sha insonlarni semirgan vaqtida ichaklari qisiladi. O'sha havo xurrak bo'lib chiqadi. Xurrak. Lekin juda ham oriq insonlarda ham bo'ladi xurrak chiqishi, menimcha. To'g'ri savol. Ariq insonlarda xurrak bo'lishi ko'proq mana shu e'tibor bersangiz, jag' sistemasida o'zgarish bo'ladi ularda. Bu jag'i oldinga chiqadi, pastgisi, bunisi orqada. Bu ham o'sha tabiiy nafas yo'llarini to'rayishiga olib keladi. Yoki tomoq murtaklari juda katta bo'lgan odamlarda bu muammo bo'ladi. Yoki yumshoq tanglaydi. Yumshoq tanglay juda cho'zilib qolsa ham, bu ham xurrak olib keladi. Ariq odamlarda ham xurrak bo'ladi. Lekin boya aytganimdek, xurrak unchalik xavfli emas, lekin nafas to'xtab qolishi juda xavfli narsa. Shu xavfi bor. Bularda nima yordam qilsa bo'ladi? Semiz odam bo'lsa, birinchi navbatda vez tashish kerak. Vez tashasa, vazn tashasa, ko'p muammolar ketadi. O'zi vazn yaxshi narsa emas. Shunday. Vaznning orqasidan kasalliklarni olib keladi. Albatta, yurak kasalliklari, sahr olib keladi va boshqa davleniya olib keladi. Shu uchun biz endi yaxshi ko'ramiz, yaxshi yeyishni, yaxshi ovqat qilishni. Dog'istonlik ustozimiz borlar, O'zbekistonda deydi, kult yeydi deydi. Sizlar
yaxshi bir shirin ovqatni juda yaxshi ko'rasiz, juda bir san'atga chiqargansiz, san'at darajasida. Ovqatlanish darajasini. Haqiqati bor narsa. Shunday. Boya uyqu haqida gapirdingiz, bir ustozimiz katta notiqni darslarida, kurslar dars vaqtida shu narsani aytib o'tgandilar. Insonni miriqib uxlashi, hattoki mazza qilib tush ko'rishi, ertalab turgandan o'zini juda ham yengil tutishi, kun davomida mazza qilib yurishi uni yoqimli mazza qilib uxlash vaqtiga bog'liq deb yotishdan, ya'ni uxlashdan oldin ba'zi bir nafas mashqlari, burun mashqlarini qilib ko'rsatdilar va hammamiz qilib ko'rdik o'sha kuni uyda uxlashdan oldin. Va uyqu avtomatik yaxshilandi, bilindi. Demak, o'sha uyqu sifatini yaxshi bo'lishi nafasga bog'liq ekan. 100%. Va aynan shunaqa insonlar bor, uxlaganda og'izdan nafas oladi va ba'zi bir insonlar bor, uxlaganda burundan nafas oladi. O'zi to'g'ri nafas olish bo'yicha mana biz ham shogirdlarimizga o'qitiramiz, nafas olish, to'g'ri olish texnikalarini o'rgatamiz. Bu borada tibbiyot nima deydi? Bu borada tibbiyot ustozni gaplarini tasdiqlaydi. Ha. Ya'ni odam miriqib uxlamasa va bosh miyaga kislorod yaxshi bormasa, Bo'lmaydi. odam dam olmaydi. Bosh miyaga kislorod yaxshi bormasligining sabablari nima bo'lishi mumkin? Turli-tuman. Burun tuzug'ini qiyshiqligi, vazomotor rinit, allergik rinit, burunda poliplar bo'lishi, dimog'da adenoidlar bo'lishi, hattoki yomon sifatli o'simtalar bo'lishi ham burun bilan yaxshi nafas olmaslikka olib keladi. Burun bilan siz yaxshi nafas olmasangiz, bosh miya kislorodga yaxshi to'yinmaydi. Shuni hisobiga bosh og'riqlar bo'ladi, lanchlik bo'ladi bemorlarda, uyqudan to'ymaslik bo'ladi. O'zi uyqu vaqti bor. Shu harakat qilinglar deydi ko'p kitoblarda soat 10 da yotishda. Demak, men eshitgandim, uyquni ham o'z vaqti bor. Albatta. Bu vaqt oralig'i kechasi 10 dan 3 gacha deb eshitgandim. Shu vaqt ichida to'laqonli inson shu uyquda o'ziga kerakli hamma narsani olar ekan. Shunday. Hamma garmon deydi, hammasini olar ekan shu vaqtda. Endi ko'plar aytadi, uyqu 7 soat bo'lishi kerak, kimdir 5 soat bo'lishi kerak. Hozir yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, har bir odam individuum. Har bir odamning o'ziga yarasha normasi bor. Albatta. Mana men masalan juda ko'p uxlashni yoqtiradigan odam emasman. Men uchun ertalab turish oson. Men 5 ta bemalol tura olaman. Ba'zi bir insonlar soat 9-10 da ham tura olmaydi. O'zi xohlasa ham tura olmaydi. Shunday. Shuning uchun ham ba'zilarga normal. Menga 6-7 soat yetadi. Kimgadir 9 soat kerak. Kimgadir 10 soat kerak. Ba'zi hozir shunaqa tadqiqotlar olib borilyaptiki, avval aytishardiki, 10 gacha yotmasang, undan keyin yotsang bu juda zararli. Lekin hozir yangi tadqiqotlar nima deyapti? Agar seni ish rejiming shu bo'lsa, men hozir logistlar, Amerika bilan ishlaydi. Aynan bu bizni ham nozik nuqtamiz. Xuddi shunday. San'atkorlar kechga ishlaysiz. 1-2 gacha ishlaymiz. Ana shunday. Majburmiz. Logistlar bizda kech bo'lsa, Amerikada kunduz va ular kechga ishlashga to'g'ri keladi. Ko'plar aytadiki, haligacha hozir kechasi ishlaysan, gormonlaring buziladi, kasalliklaring ko'payadi. Lekin oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, siz agar rejim qilib olsangiz o'zingizga, pala-partish emas, bir kun 10 da yotding, bir kun 2 da yotding, bir kun 5 sahar yotding, unaqa emas. Siz har kuni 5 sahar yotasiz, to 12 obedgacha va bu sizning rejimingiz. Yana bitta muhim narsa, yotayotgan paytingizda xonangiz qop-qorong'i bo'lishi kerak. Chunki qorong'ilikda melatonin, ya'ni uyqu gormoni ishlab chiqariladi. Men siz agar har kun to'ydasiz, har kuni 3 ta uxlang, muammosi yo'q. Lekin siz buni rejimga kirgizishingiz kerak. Tushunarli. Lekin bir kun 3 ta, bir kun 1 da, bir kun 9 da yotsa, unda уже sboy bo'ladi, organizm tushunmaydi. To'g'ri kelmaydi. Shunday. Shunday. Va mana shu uyqu haqida gap ketganda bir narsani aytish kerakki, ko'pchilikni qiziqtiradigan bir savol bor. Ertalab turgandan ko'pincha insonning tomog'i qurib ketadi. Aynan mana biz san'atkorlarda va aynan mana o'zimda ham xizmatlarimizni tugatib uyquga ketamiz va ertalab turishimizgacha bo'lgan oxirgi soniyalar, soatlar va turganimizdan keyin ham turib yurib ketib hayotiy ishlar bilan ketganimizdan keyin joyiga tushadi o'sha balg'amlar, og'riqlar. Lekin ertalab turadigan vaqt oralig'ida turishdan oldin 1 soat va turganimizdan keyin 1 soat tomoq qurib og'riydi. Nimaga aynan ertalab og'riydi? Yashang.
Nima bilan bog'liq bilasizmi? Nima bilan bog'liq? Hozir sizni я вас удивлю deydi-ku. Oshqozon bilan bog'liq. Sizlarni kasblaringiz shunaqaki, har kecha to'la to'kis dasturxon. Albatta. O'zi nima deyishadi? 8 gacha ovqatlan. Chunki keyin o'sha ovqatlarni birdan yotasan, yotgan paytda oshqozonda oshqozon kislotasi ishlab chiqariladi va u kislota tomog'ingizga oqib keladi. Shilliq qavatingizni kuydiradi. Shuni hisobiga tomog'ingiz qurib ketadi, doimiy balg'am ajraladi va bunaqa bemorlar doim deb yuraveradi. Ana shu. Meni oldimga san'at vakillari ham ko'p kelishadi va ko'plarida kuzatganman. Mana shu oshqozon bilan ularda muammo bor va oshqozon bilan muammo bo'lganining sababiga ham ovozlari bilan ham muammo bo'ladi. Ertalab turganlarida nafaqat tomoqlari achishib turadi, ovozlari do'rlanib ham turadi yoki juda xripli, sipli bo'ladi. Shunday. Ovqat yeydi, suv ichadilar, keyin o'ziga keladi. Mana shu narsa bo'ladi. Aynan mana shu narsa. Xuddi aytganingizdek bo'ladi. Bu oshqozonniki aka. Oshqozon. Lekin yana bitta joyi bor. Burundan ham bo'lishi mumkin. Boya aytdik-ku, burun bilan nafas olmasligining hisobiga og'iz avtomatik tarzda ochiladi. Chunki organizm kislorod yetishmovchiligini kompensatsiya qilish kerak. Burunning vazifasi nima edi? Havoni namlantirib, tozalatib, ilitib berish. Lekin tomoq bu vazifasini bajara olmaydi. To'g'ridan to'g'ri sovuq havo tomog'iga borib, tomog'ini quritadi, og'ritadi. Shu uchun keyin bizning klimat changli va issiq. Qurishga mo'l. Shunga bizda bolalar ko'p kasal bo'ladi. Mana bugun ikkita bemor kelyapti Amerikadan. Bittasi Yaponiyadan keldi. Aka deydi, Amerikada yaxtak ichadi, bitta pampersda yuradi, suv o'ynaydi, umuman kasal bo'lmaydi, deyapti. Bu yoqqa kelganimizga 3 oy bo'ldi, har hafta kasal. Boshimiz kasallikdan chiqadi. Nima uchun desak agar, bu yoqda namlik bor. Oldida okean bor. Qanchalik namlik ko'p bo'lsa, shunchalik kam kasal bo'lasiz. Men tomoqda qachon siz kasal bo'lasiz, tomoq shilliq qavati qurishni boshlaydi-ku. Qurishni boshlasa mahalliy immunitet pasayadi. Mahalliy immunitet pasaygandan keyin kasal bo'ladi. Shuning uchun bizda bolalar sal ko'proq kasal bo'ladi. Tomoq og'riganda hamma har xil o'zicha, o'zi bilganicha davolanadi. Ba'zilar yaqiniga tomoq og'riganda men mana bu narsani iste'mol qilgandim, menga zo'r yordam bergandi. Sen ham shuni iste'mol qilib ko'r deb dori vositalari shishmaydigan, sepadiganlarni tavsiya etishadi. Xuddi aynan meni o'zimda ham bo'lgan. Va aynan unga yordam bergan o'sha tomoq og'rig'ini yaxshilaydigan dori vositasi menga to'g'ri kelmaydigan joyi bo'lgan. Oddiy o'sha mukalsin deysizmi yoki oddiy kipitok bilan davolanadi ba'zida yoki ba'zi hollarda bir haftalab 10 kunlab ovoz ochilmaydi, tomoq bo'g'iladi, antibiotiklar o'sha dori darmonlarning foydasi yo'q bo'lgandan keyin majbur bo'lamiz lorga borishga, ukol olishga, o'sha antibiotikni yaxshiroqlardan olishga majbur bo'lamiz. O'sha dori darmon bo'yicha odamlar o'zi xonaki tarzda davolanishadi. Ba'zi hollarda yaqinda bir kishini eshitdim, o'sha qo'liga bint bog'lab, yod bilan tiqib, bir bundoq qilib, bir bundoq qilib artdi tomog'ini. Hayron qoldi bu qay darajada to'g'ri bu. Shu mavzuda nima deysiz? Bizda o'zi samolecheniya bilan davolanishni yaxshi ko'rishadi. O'zimizga o'zimiz tabibmiz. Shunday. Lekin mana shu tomoq og'rigan, achigan paytda tana haroratingiz ko'tarilmagan bo'lsa, o'sha tomoqqa sepadigan spreylarni sepsangiz bo'ladi. Shishmaydigan tabletkalarni shishmasangiz bo'ladi. Unda ziyon yo'q. Eng yomoni ba'zi odamlar bor, zehniyatiga shunday o'tirib qolganki, men kasal bo'ldim, antibiotik ukol olmaguncha yaxshi bo'lmayman deydi. Ana shu narsa bor narsa. Men o'rganib qolganman deydi. Shuda yaxshi bo'lmayman deydi. Aslida unday emas. Aslida 90% kasalliklar bu virusli kasalliklar. Siz simptomatik davo bersangiz, tomoq og'rig'iga sprey berasiz, burun bitishiga burun ochuvchi berasiz, ko'proq suyuqlik ich deysiz, tana harorating oshsa agar tana haroratini tushiradigan dorilar ich deysiz. Mana shu bilan o'tadi. Lekin siz virusli infeksiya paytida antibiotik bersangiz, immunitetni siz nabrot tushirasiz. Va siz kasallikni tezroq yaxshi qilmaysiz, nabrot cho'zdirasiz. Bugun o'zida qabulimizga keldi, bugun xilma-xil bemorlar bo'ldi. O'zi 40 ga yaqin bemor ko'rdim, lekin suhbat juda bir qizg'in bo'lgani uchun bir quvvat berishdi. Ichimdan qanaqadir kuch-quvvat keldida, klassika janri deydi-da. Bola kasal bo'lishni boshlagan, 2 kun bo'lgan kasal bo'lishi, tana harorati ko'tarilishi, burun oqishi bilan boshlangan. Bu klassik virusli infeksiya. Ota-ona nima qilyapti? Siraz aptekadan borib, olib kelib antibiotik ichiryapti. Bola 4 kun kasal bo'lyapti,
birdan yaxshi bo'lyapti. 2 kundan keyin yana bola isitma qilishni boshlayapti. Bu yerda nima bo'lyapti desangizga, kasallik virusli infeksiya bilan boshlandi. Virusli infeksiyani o'zi davolasangiz 7 kunda, davolamasangiz 1 haftada o'tadi. Kasallik o'tishni boshladi. Bular antibiotik berishdi, immunitet pasaydi. Endi bakterial infeksiya qo'shildi. Endi nima qilamiz desak, endi повторно yana antibiotik beramiz. Yo, bolamga yana antibiotik berasizmi? Ha, конечно beraman. Siz noto'g'ri vaqtda berganingizdan keyin men nima qilay? Tushunyapsizmi? Mana shu bizni eng og'riqli joylarimiz. Ba'zi bir klinikalardan keladi bitta go'dak, endi hamkasblar xafa bo'lishmasin, ba'zi payt o'tkazib yuborishadi-da. 1 oylik yoki 1 yoshlik bolaga 7 xil dori, 3 ta kapelnitsa, 2 ta ukol. Bolani ko'rsangiz, bola o'ynayapti. Onasidan so'raysiz, ovqat yemayaptimi? Yeyapti. Juda isitma qilyaptimi? Yo'q, uncha isitma qilmayapti. Shu 38, 38.5 o'zi zamonaviy dunyoda ukolni kimga qilishadi? Hushi o'zida bo'lmasa yoki dori umuman ish olmasa. Mana shu paytda Dori foyda bermasa. Yo, dori foyda bermasa, dori icha olmasa, o'zi icha olmasa. Mana go'daklar bo'ladi, ularga dori ichira olmaysiz siz. Tushunyapsizmi? Lekin dorini ham me'yori borda, 7 xil dori yozilmaydi-da. Ichida 3 xil antibiotik bo'ladi. Bittasi metrit, bittasi ceftriaxon, bittasi levofloxacin. 3 xil antibiotik. Nima kerak bu unda? Albatta o'z o'rnida zarar bo'ldi. Albatta, ular juda jigarga ko'p zarar beradi, immunitetni tushiradi, ichaklar disbakteriozga olib keladi. Mana shu og'riqli temani, Og'riqli nuqtamiz bizni juda ham ko'p tabobat ilmida, tibbiyot sohasida og'riqli nuqtamiz juda ko'p oddiy xalq ichida. Va yana bir qiynoqli savollardan biri Amir aka, bu allergiya. Allergiya bo'yicha yillar davomida mavsumiy allergiyalar bor. Yil davomida aksirib yuradigan, yil davomida burni oqib, nima bo'lyapti? Nimaga to'xtamasdan aksiryapsan? Nimaga buncha burning oqyapti? Allergiya bo'lyapman. Bu insonlarga qanday yordam bera olamiz? Agar bir qiziq ma'lumot, mana shu allergiyaga qarshi dori ishlab chiqarilganda olimlar aytgan bo'ldi. Biz allergiyani yengdik deb o'ylashgan. Aslida oxirgi yillarda allergiya juda avj oldi. Avval bir 5 yil oldin biz tajribamizda bunchalik ko'p allergiya bilan kasallangan bemorlarni ko'rmasdik. Hozir bolalar 2 yoshli, 3 yoshli ham allergiya bilan kelyapti. Keyin kuni o'tirib o'yladim. Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Dadam bilan gaplashib o'tirdikki, dadam aytdilarki, mana shu oldimizda onkologik больница bor. Mana shu yoshligimda deydilar, bolam onkologik больницада вообще hech kim bo'lmasdi. Biz o'ynab yurardik. O'sha yerda kunimiz o'tardi. Hozir qara, nimaga buncha onkologik ko'payib ketdi? Bu temadan sal bu yoqrog'i, lekin olib kelib hozir bog'layman. Nimaga onkologik больницani yana ham katta qilishdi? Yonida 4-tug'ruqxona bor edi. Uni ham olishdi. 3 adashmasam 3 edi. Ha, 3. Uni ham qo'shib olishdi. Bu nimadan darak beradi? Onkologik kasalliklar ko'p bo'ldi. Tahlil qilib o'ylab qarasam, nima bizda hozir oxirgi payt ko'paydi? Ovqat ko'paydi. Ovqatning turi ko'paydi. Va ovqatga qo'shiladigan qo'shimchalar ko'paydi. Hattoki poliz ekinlarimizda ham hammasida ximikati bor. Yeydigan kola, fanta, pepsilarni ichmaysiz, zo'r qilasiz. Ximikati bor. Bolalarimiz hozir nima bilan kun ko'ryapti yoki nima ko'proq sevib iste'mol qiladi? Chipsi, Pepsi, ximikat o'sha savdo rastalarida qanaqadir chipslar, saqichga o'xshaydigan qanaqadir shirinliklar, shokoladlar. Men yangangizning ba'zilar urishaman, sosiska kolbasa olib keling, bolalar yaxshi ko'radi. Xotin deyman, sosiska kolbasa rak olib kelish bo'yicha sigaret bilan bitta o'rinda turibdi. Bitta o'rinda qo'yadi. Ichak rakiga olib keladi. Nima qilasan? Qay bolalarning havasi keladi. Tabiiy narsalardan yeyishni o'rgatishimiz kerak-da. Mana shu narsalarni kamaytirsak, biz kasal bo'lishimiz kamayadi. Shu uchun ham bolalarimizda hozir allergiya ko'paydi-da. Keyin avval esingizdami? Kir yuvsak nima bilan yuvardik? Bitta o'sha xazaysining mili bor edi. Sovun. Bitta sovun bo'ldi. Kir sovun. Hozir kiyimlarda osvejiteli bor, konditsioneri bor, har xil bor. Keyin hidi ham juda o'tkir-ku. Mana shu ham allergenda. Keyin yana bitta allergiyani ko'payayotganiga sabab
afsuski ekologiyamizni buzilayotgani, daraxtlar kesilayotgani, mashinalar ko'payib, mashinalardan chiqayotgan tutunlar, zavod va zararli fabrika, gazlar. mana shular hammasi allergiyani ko'payishiga sabab bo'lyapti. Shu uchun Allergiya mavsum tanlaydi, mana mavsum tanlab boya zo'r aytdingiz. Allergiya mavsumiy bo'ladi. Agar mavsumiy allergiyangizni yaxshi davolab va yaxshi kontrolda ushlab turmasangiz, keyin u yil bo'yi allergiya o'tadi. yil bo'yi. Ko'plar allergiyaga uncha e'tibor bermaydi, burun bitadi, u bu deydi. Lekin allergiyaga e'tibor bermasangiz, birinchi allergik rinit bo'lasiz, allergik bronxit, keyinchalik astmaga olib kelishi mumkin. Nafasingiz qisadigan o'sha balonchiklar bilan doim sepib yuradigan odamga aylanasiz. Juda qo'rqinchli. Demak, og'iz bo'shlig'i, quloq, burun, lor sohasida ko'pchilikni aynan boshqa tibbiyotdagi mutaxassislar bor. Boya aytganingizdek yurak, bosh og'rig'i, boshqa travmatolog. Lekin men o'ylashim bo'yicha yaqindagina bir statistikani ko'rgandim. Murojaatlar ichida lor yuqori o'rinlarda turibdi. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Lorga bo'lgan murojaat nimagadir boshqa davolanish joylaridan ko'ra nima deydi o'sha tibbiyot mutaxassislariga qaraganda lorga ko'proq murojaat bo'lyapti. Chunki qarang, bironta mutaxassis yo'qki, 3 ta a'zo bilan shug'ullansada. Biz ham quloq bilan shug'ullanamiz, burun bilan, tomoq bilan. Boshqa mutaxassislar ko'zni ko'z doktori, terini teri doktori, travmatologmi suyak doktori. Shu uchun bu 3 ta organni 3 barobar kasallik ko'p bo'ladimi? Har bittasini. Shu uchun ham lor mutaxassisga talab ko'pda. Mana shaharga ham qarasangiz, nima ko'p? Apteka, stomatologiya lorda. Keyin supermarket. Hammani qiynaydigan mana shunaqa savollar. Yana bir qiziqarli savol bor Amir aka. Bu aynan yana o'sha san'at sohasiga oid bo'lgan mutaxassislar ikki xil yo'nalishda bu narsa bo'yicha maslahat berishadi. Ovozni go'zal qiladigan, ovozga kuch beradigan, o'sha tomoq yo'llariga kuch beradigan yegulik yoki ichimliklar haqida. San'at oliygohlarida ba'zida o'zimda ham bo'lgan, yordami tekkan maslahat berishadi. Tuxumni o'sha sariq joyi tomoq paylariga yordam beradi. Ba'zida sinab ko'rganmiz. Yo'q, Rossiyada bir notiqni suhbatni eshitganimda qanaqadir konyak bor ekan, o'sha tomoq yo'llarini ochib, ovozni zo'r chiqishiga yordam berar ekan. Xolos, ovoz bo'yicha mutaxassisligi shu soha bo'yicha hamma qidirib qoldi konyakni. O'sha bo'yicha festivalidan keyin o'zimizga kelolmayapmiz. Lekin lor mutaxassislari ja qaynoq ham kerak emas va ja sovuq ham kerak emas deyishadi. Biz tomog'imiz og'riganda nima qilamiz? Darhol qaynoq kipitok deydi, qaynoq suv ichib yuramiz. Tahir narsalar, qiradigan narsalar yemaymiz, ishib ketadi anginamiz. Va mana shu sohada qanaqadir ma'lumot bormi, eshitganmisiz? Shu faoliyatingiz davomida ovozga o'sha ovoz jarangdorligiga yordam beradigan bormi shunaqa yegulik, ichimliklar? Zo'r savol. Men unaqa ichimlik, yeguliklarni bilmayman to'g'risi. Hozir aytyapsiz, men ham eshitganman, o'sha tuxumni sarig'i, ovoz boylamlarini silab o'tadi, lekin mantiqan bu uncha to'g'ri narsa emas, chunki anatomiyadan bilamiz, agar nafas yo'lingizga biron narsa o'tib qolsa, siz birdan yo'talishni boshlaysiz. Chunki ovoz boylamlarini tagi traxeya bo'ladi. Keyin traxeyadan keyin bronxlar va o'pka ketadi. Biron marta siz suv ichayotganda tiqilib qolganmisiz? Tiqilib qolgan. Ketadigan joyga emas, boshqa joyga tiqilib qolgan. Ana shu ovoz boylamini ustidan o'tib pastga o'tadi-da. Siz yutayotgan narsangiz ovoz boylamiga umuman aloqasi yo'q. Bu men o'ylayman, bular ko'pi psixologik yoki biz Moskvada o'sha ilm talabida yurgan paytlarimizda show biznes vakillari bilan ham ishlaganmiz. O'sha ularda ba'zi payt bo'ladi, konserti yoki chiqishi bor, ovozi shamollagan yoki ovozi xripli. O'sha maxsus dorilar bor, gartanni vливание deydi. Aynan ovoz boylamlarini ustiga kam tomizamiz. O'sha paytda ham dorini ko'proq yuborib qo'ysak, birdan pastga o'tadi, juda qattiq yo'talishni boshlaydi. Shunaqa dorilar bor, aynan ovoz boylami. Lekin tuxumni sarig'ini yoki o'zini ichganda ovozingizni jarangroq qiladiganini unaqasini bilmayman. Boya zo'r narsa aytdingiz, juda qaynoq narsalar ichish haqiqatdan ham zarar.
Chunki bir yaponiyalik olimlar tadqiqot olib borishgan. Bir krolik deydi, o'zbekchasiga oti nima edi? Biz tovushqon deymiz. Krolik. Krolikni. Hayvon bor-ku. Quyon. Quyonmi? Quyon, ha. Quyonni har kuni ikkita tosh bilan o'sha qulog'ini ishqalashgan. Doim ishqalashgan. Bir oy mobaynida. Oxiri nima bo'lgan deysiz? O'sha ishqalanayotgan joyiga rakli kletkalar o'sib chiqqan. Bu nimadan darak beradi desangizga, doimiy termik ajogmi yoki mexanik travma bo'ladigan joyi ana shu rakka olib kelishi mumkin. Doim qaynoq ichadigan odamlar, men o'zim ham qaynoqni yaxshi ko'raman, lekin shu odat yaxshi emas. Qizil o'ngach rakaga olib kelish xavfi baland. Chunki siz doimiy kuydirasiz tomog'ini. O'sha yerda xudo ko'rsatmasin yomon sifatli o'simtalar o'sib qolish ehtimoli bor. Shunga iliq narsa, bu zo'r aytdingiz, iliq narsa ichishga. Tomoq og'rigan paytda ham iliq, yumshoq narsalar. Mana hozir biz ichayotgandek achchiq qora choy ichish mumkin emas. Tomoq og'rigan, achigan paytda qora choy ichmaysiz. Gazli narsalar, shirasi juda baland bo'lgan narsalar, hammasi yumshoq, iliq bo'lsa agar tezroq yaxshi bo'lasiz. Mana shu Parijda yana bir narsa esimga tushdi. Aynan xalqimizda bitta gap bor. Sovuqni sovuq yengadi. Tomog'ing og'riyaptimi? Muzqaymoqni ye. Tomog'ing og'riyaptimi? Qo'yib beray. Rahmat. Tomoq og'riyaptimi? Ich sovuq. Sovuqni sovuq kesadi. Menimcha bu narsani ko'pchilik eshitgan. Xo'p, to'g'risi biz tiyilamiz ba'zida, asraymiz ovozimizni, ishimiz shu soha bo'yicha, lekin ba'zida muzqaymoq yegimiz keladi. To'g'risi men yeb turaman muzqaymoq. Ba'zida saratonli kunlarda sovuq narsa ichgimiz keladi, bir muzdek narsa ichgimiz keladi, ichib turamiz. Ba'zida hech narsa bo'lmagandek o'tib ketadi, ba'zida og'riq bo'ladi. Shu narsaga tushuna olmayman ba'zida. Xo'p. Tibbiyotda bor. Qaysi payt marojni yeyish mumkin tomoq og'rigan paytda? Angina paytida. Aynan angina paytida, tomoq mo'rtaklari yiringlagan paytda marojni yeb siz nima qilasiz? Marojni yeb qon tomirlar torayadi, shuni hisobiga og'riq pasayadi. Angina paytda yesa bo'ladi marojni. Lekin ishib chiqqan paytda, lekin faringit paytda emas. Lekin kitoblarda shunaqa tavsiya berilgan, lekin men o'zim ham qilmaganman, bemorlarimga ham tavsiya qilmayman, chunki bizning odamlarimiz aniq ishonchi komilki, tomog'ing og'rigan paytda sovuq narsa ichma. Agar bu maslahatni bersangiz, sizni jinniga chiqarishadi. Qanaqa maslahat? Mana shu tomog'ing og'rigan paytda marojni ye desangiz, bizning odamlarga meni jinniga chiqarishadi. Shu uchun lekin bor xalq ichida bo'lgan. Bor. O'zi yordam beradi ba'zi holatlarda. Demak, kerakli. Angina paytida yordam beradi. Biz mana tomoq jarrohlik amaliyotidan keyin yoki tomoq mo'rtaklarini olib tashlasak yoki qisqartirsak, bolajonlarga yoki kattalarga marojni beramiz. Nima qiladi marojni desangiz, o'sha qon tomirlarini yana toraytirib, qonash ehtimolini pasaytiradi. Bor. Zo'r savol berdingiz bo'ya. Nima uchun ba'zi payt sovuq ichsam tomog'im og'riydi, ba'zi yo'q. Men hozir ikkalamiz o'tiribmiz salqin xonada. Men sizga yaxtakroq narsa beraman. Ichasiz tomog'ingiz og'rimaydi. Lekin bo'ya tashqaridan issiqdan isib kelganingizda yaxtak narsa bersam, ko'p ichasiz, ko'p yiqilasiz. Tushunarli. Shunday, shu uchun qizib turgan paytingizda, shunday, qizib turgan paytingizda birdaniga ko'tarmang. Keling xonaga o'tiring 20 minut, 15 minut, bir iliqroq suvni iching, keyin sal-sal ho'plab iching. Bizda nima uchun ko'pchilikda tomoq og'riydi? Boya aytganimizdek, bizni klimatdan bog'liq. Bizda quruq va juda issiq va ikkinchisi bizda bolalikdan sovuq narsa ichishga ruxsat berishmaydi. Men o'z bolalarimga ichinglar deyman. Ichinglar deyman. Xona haroratidagi suvni isitmanglar deyman. Bersin, bola ichsin. Bolalikdan ichsa tomog'i chiniqadi. Sovuq issiq bo'lganda qon tomirlar torayadi, kengayadi va mahalliy immunitet yaxshi bo'ladi. Biz nima qilamiz? Paypog'ingni kiy, suvga borma. Juda ham ehtiyotkorlik. Loyga tegma. Ana shu narsa bor, kramp yoniga borma, u yerga borma. Ana shunday. Bolalar ko'chaga chiqsa, mayli loyga tegsin. U mayda mikrob va bakteriyalar bilan organizmni tanishtiryapti. Bizni bolalar teplishni bo'lib qolgan. Mana shunaqa bemorlar bor. Bir kun bolasi isitma qilsa, darrov yugurib olib kelib doktor dori.
Men endi bilamanki, biz доказательный tibbiyot bilan ishlaymiz, tasdiqlangan tibbiyot bilan. Faktlar bilan. Bunaqa bolalarga biz antibiotik bermaymiz. Oyisiga aytamiz, burnini yuving, isitmasini tushiring, ko'proq suv ichiring. Lekin boshqa doktorga olib borsa nima qiladi? Antibiotik yozib beradi. Ba'zi doktorlarimiz majbur ota-onaning ko'ngliga qaraydi. Doktor dori yozmaysizmi desaga, hayır shu qabulimga kirdi-ku, yozay dedi-da. Men unday qilmayman. Bu yerda men doktormanmi? Men hal qilaman. Sizga qanaqa doktor, ana u dori yozishni va qanaqa dori ichishni. Agar xohlamasangiz, mayli, chiqib ketganingizdan keyin olmang. Lekin siz o'zingizni usloviyangizni diktovat qilib, menga o'zingizning dunyoqarashingizni o'tkaza olmaysiz. Chunki meni o'zimga yarasha bilimim bor va o'zimga yarasha tajribam bor. Va tajribamga tayangan holda men sizga dori beryapman. Shuning uchun bolalarimizni bolalikdan sovuq narsa berish kerak. Iloji bo'lsa, marojni berasiz-ku. Birinchi 1 choy qoshiq, 2 choy qoshiq har kuni dozasini oshirib. Marojni yegan paytda ham, marojni yalab yesa ham uncha og'rimaydi. Biz ba'zi payt tishlab yutamiz. Mana shu narsa ham yaxshi emas. Juda yaxshi, tomoq bo'yicha ancha kerakli ma'lumotlarni oldik. Va tomoq uchun qurib qolmasligi uchun ko'proq suv ichib turish kerak. O'zi inson ko'proq bir kunda 5-6 litr suv ichish kerak deyiladi, menimcha. To'g'ri aytdimmi? Ko'proq suyuqlik ichib turish kerak deyiladi. O'zi yaqinda bir qiziq faktni o'qidim. Men avval bilmasdim. Mana shu ko'p suv ichish kerak degani o'zi asli suv ishlab chiqaradigan kompaniyalarning marketingi ekanda. Siz qancha ko'p suv sotib olsangiz, ular shuncha ko'p daromadda. Atak o'zi bir kishiga 4-5 litr yoki 2-3 litr suv ichishi shart degan narsa yo'q. Mana semirni organizmga qarab, mavzunga qarab, ko'proq ish qilsa, tanadan ko'p suyuqlik chiqsa, ko'proq shunday. Semirni organizatsiya zdravоохранение bor. O'sha har bir odamning tana vazniga moslab o'zi aytgan qancha ichish kerak. Men 50 kiloman, men ham 3 litr ichishim kerak. 100 kiloli odam u ham 3 litr ichish kerak. Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Albatta. Keyin kun davomida siz qanaqa ovqat bilan ovqatlanishingizga bog'liq. Suyuq ovqat yeysizmi, quyuq ovqat yeysizmi, meva-cheva yeysizmi, ishingizga bog'liq. Agar men sizga o'xshagan kabinetda o'tiradigan bo'lsak, biz 3 litr suvni nima qilamiz? Lekin tashqarida, dalada ishlayotgan yoki taksi akalarimiz issiqda yurgan bo'lsak, ular ichish kerak. Chunki tanadan suyuqlik tana muhtoj bo'ladi. Albatta. Shuning uchun aynan 3-4 litr degan joyi yo'q. Tibbiyot jihatdan u har bir odamning tana vazniga moslashib aytiladi. Lekin kuniga 1-1,5 litr suv ichsangiz, shuni o'zi yetadi. Chunki undan tashqari biz choy ichamiz, suyuq ovqat yeymiz, tarvuz yeymiz, tarvuzda ham suv bor, meva yeymiz, ularda ham suv bor. Shunaqa. Demak, o'sha iste'mol joyiga qarab, insonni o'sha jismonan toliqishiga qarab, hammada har xil kerak bo'ladi. Juda ham ko'plab savollarga javob oldik menimcha. Amerika suhbatimiz juda ham chiroyli bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Men o'ylaymanki, bizning kuzatuvchilarimiz ushbu suhbatimizdan o'zlari uchun kerakli qanaqadir manfaatli maslahatlar oldilar, bilmaganlarni o'rgandilar va kelajakda nimalarnidir qo'llash uchun qanaqadir ko'nikmalarga ega bo'ldilar deb o'ylayman. Agar bizni bu suhbatimizda mana bizning kuzatuvchilarimizga qandaydir bir manfaatimiz tekkan bo'lsa, yordamimiz tekkan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Va muxlislarimizga yana bir qulaylik qilgan holda keling shu suhbatimizdan keyingi izohlarda ularda qanaqa savol bor ekan. Masalan, ularda bizning suhbatimizda aytilib o'tilmagan boshqa savollar, juda ham qiynaydigan savollar bo'lsa va bu savollarning soni juda ham ko'p bo'lsa, biz xudo xohlasa kelgusi safar yana bir suhbat qilishga harakat qilamiz. Biz hamma vaqt xursand bo'lamiz. Maroqli suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat. O'zi suhbatda savol juda muhim narsa-da. Siz o'zi o'tkir savollarni tayyorlab kelgan ekansiz. Shu olovga kerosin sepib turasiz-ku ba'zi payt. O'shanaqa savollar olib kelgan ekansiz. Zo'r, juda og'riqli va juda dolzarb savollarga men o'ylayman ko'p kishi javob oldi va xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Boya aytganingizdek, agar qaysidir savollarga javob topisha olmagan bo'lsa, yo'q izohlarda yozsinlar, ko'rigimizga kelsinlar. Bemalol yoki murojaat etishlari mumkin bo'ladi. Shunaqa. Suhbatimizni keling bir agar yo'q demasangiz, biz mana shu bizni tinglab turgan
insonlar uchun ikki og'iz niyat mana shu yaxshi fikrlarni aytdik-ku. Sog' bo'lishi, salomat bo'lishi uchun niyatlarni aytamiz va sizni hamkasblaringizga bo'lgan qanaqadir bir maslahatingiz bormi? Aynan lor mutaxassislari bizda qay darajada? Mana shu savolni men o'ylab turgandim. Yoki buni keyingi suhbatga qoldiramiz yoki ikki og'iz aytib o'tsangiz bo'ladi. Chunki aynan hozir og'riqli nuqta, aynan yozni chillasi payti va qishni juda sovuq paytida lorga boradigan, murojaat qiladiganlarda hamma ham menimcha o'z ishini mutaxassisi emas, kamchiliklar bo'ladi. Albatta. Aynan hamkasblaringiz uchun ularga nimalar kerak, qayerda xatoliklar bo'ladi. Ikki og'iz shu haqida gapirsangiz, suhbatimizga yakun yasasak. Endi birovni kamchiligini gapiradigan darajada men o'ylayman ilmimiz yo'q, lekin o'zim ko'rib turgan narsalar haqida aytsam bo'ladi. Bir o'sha insof kerak degan videoyimiz chiqdi-ku. Da yaqinda ko'rgandim. Ko'rgandingiz, o'shanda hamkasblar sal xafa bo'lishibdiki, Amir deontologiyani buzibdi. Yo'q, qanaqasiga deontologiya? Men odamlarni insofga chaqirsam, bu deontologiya buzilish bo'ladi. Men u yerda bironta shaxsni ismini aytganim yo'q, yo'q biron aynan bir qanaqadir klinika aytganim yo'q. Umumiy aytdim va bu birinchi navbatda o'zimga ham eslatma bo'ldi. Ba'zi payt nafs o'lgur haqiqatan ham qitqilaydi sizni. Har gapida u uxlamaydi. Bizga, конечно, operatsiya qilish выгодныйroq hamma tomondan. Moliyaviy tomondan agar ochiqcha gapirsak, lekin o'sha aql shu uchun beriladiki, nafsni boshqarish uchun-da. Nafsga agar qo'yib bersangiz, u ko'p ishlarni qiladi. Shu uchun albatta qat'iy ko'rsatmalar bor operatsiyada va tibbiyotda bu yozib qo'yilgan. O'sha dimog'dagi go'sht olish bo'ladimi, burundagi operatsiyalar, quloqdagi operatsiya, mana shu hamkasblar mana shu qat'iy ko'rsatmalarga rioya qilishsa, nojo'ya ta'sirlarini, dorilarning nojo'ya ta'sirini doim esda tutgan holda juda ko'p dori yozishmasa. Chunki ba'zi holatlarda ko'ramiz, homilador ayollar o'sha boya aytgan mayda yoshdagi bolalarga 10 xillab dori yozishgan. U homiladorning bolasi nima bo'ldi? U go'dakni organizmi nima bo'ldi degan savollar. Ha deganda bemorning gapiga quloq solib, doktor antibiotik yozmaysizmi, antibiotik yozmaysizmi deganda antibiotik yozib bermaslik kerak deb o'ylayman. Va siz doktorimiz, siz o'zingizni gapingizni o'tkazib olib, patsientga o'sha bemorga tushuntirib berishingiz kerak. Siz tushuntirib bera olmasangiz, u baribir boradi, chiqadi, antibiotik oladi. Lekin siz yaxshi tushuntirib bera olsangiz, u albatta antibiotikni olmaydi. Va yana bir eslatma, doim o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak, izlanishimiz kerak, to'xtab qolishimiz kerak emas. Menimcha hamma soha vakillariga tegishli. Shunday. Hozir Xudoga shukr, yutuqlarimiz ham ko'p. Oxirgi 5-10 yilda lor juda bir portlab chiqdi. Bunga asosiy sabab chegaralar ochildi. Ko'p xorijiy davlatlarda, o'zimizda ham har xil kurslar tashkil qilindi. Borib o'qish imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Xuddi shunday moddiy texnik baza ko'paydi. Mana bu kameralar ishlab chiqarildi, mikroskoplar. Men kecha svet o'chib qoldi. Nasovoy zerkalo eskicha usulda ko'rdim, rosa qiynaldim-da. Tushunasizmi? Rosa qiynaldim. Texnologiyaning o'rni juda katta. Men avval kamera bilan 5 minutda ko'rib tashxis qo'ysam, menga o'sha 10 minut kerak bo'ldi. Va men o'shanda kameraning qadri yana ham qanchalik ko'p ekanligini bildim-da. Har kuni yonimda turadi, uni ba'zi payt sezmaysiz-da, lekin bu ish sifatingizni juda baland qiladi. Mana shu ham zo'r gap. Agar siz yosh mutaxassis bo'lsangiz, endi yosh kattalar ancha qiyin yangi narsaga o'tishi, lekin yosh mutaxassis bo'lsangiz, albatta mana shu endoskoplardan foydalaning. Chunki bir ingliz olimining gapi bor. Yaxshi ko'rsang, yaxshi davolaysan. Yaxshi ko'rsangiz, yaxshi tashxis qo'yasiz, to'g'ri davolaysiz. Eng oxirgi texnologiyalardan foydalanish kerak. Shu ham o'zimizga ham shifokorlarga qulay. Juda maroqli, juda chiroyli suhbat bo'ldi. Salomat bo'linglar. Ovozlaringiz asranglar. Rahmat. Aka, Zo'r bo'ldi. sog' bo'ling. Rahmat.